Biz mana yonimizda turgan turmush o'rtog'im bilan 1971-yili bir-birimizni bilgan, tanishgan holatda turmush qurganmiz. Mana bu yil 51 yil bo'ldi yashaganimizga. 5 farzandni, 3 o'g'il, 2 qizni tarbiyalab voyaga yetkazdik. Dastlabki yillari ancha qiyinchiliklar bilan yashadik. Chunki oilamizda ota-onalarimiz 10 ta farzandi bo'lgan, 5 o'g'il, 5 qiz. Shuning uchun ancha qiyinchiliklarni boshimizdan o'tkazdik. 8 yerga ko'chganmiz. Birovlarning uyida yashadik, davlatning uylarida yashadik. Sabr toqat qildik. U mahallalardagi ish haqlari ham oz. Shu ish haqlarimizni to'plab yer uchastkasi olib uy soldik. Shunda havas qilardik. Uyimiz bo'lishini havas qilardik. Hattoki televizor bo'lishini havas qilardik. Keyinchalik mashina bo'lishini havas qilardik. Uy soldik o'z kuchimiz bilan. O'qidik. Mana turmush o'rtog'im meditsina bilim yurtini tugatdi. O'sha mahalda Andijon pedagogika institutiga 3 kun borib ham hujjat topshira olmaganman. Nima uchun bu gapni aytyapman? Hozir sharoit shunaqangi yaxshiki, uyda o'tirib hujjat topshirishyapti. Uyda o'tirib, xohlagan oliygohlarga hujjat topshirib, imtihonni ham u mahalda 4 ta imtihonga 4 marta borilardi. Hozir bir kunda mana imtihonlar bo'lyapti, oliy o'quv yurtlariga kirishdi. 7 xazinani biri asalarichilikdi. Otamizdan o'rganib, birinchi ustozimiz otamiz mana shuni rivojlantirdik. Mana hozirgi kunda 150 dan ortiq asalari oilasini boqyapmiz mana. 2010-yil pensiyaga chiqqan bo'lsam, pensiyaga chiqqandan keyin yanada rivojlantirdik, asalarini ko'paytirdik. Bir yilda 1,5 tonna, 2 tonnadan asal oldik. Shuni evaziga havas qilardik. Mana odamlarning mashinasi bo'lsa, havas qilardik. Hozir 5 farzandimda ham mashina bor. Demak, shu tadbirkorlik orqasidan bo'lyapti. O'zimniki alohida mashina. Nima demoqchiman? Mana prezidentimizning so'nggi yillardagi qarorlari bo'yicha tadbirkorlikka juda katta ahamiyat beryapti. Bundan unumli foydalanishimiz kerak. Albatta, o'qish boshqa. Har qanday o'qishda o'qigan bilan albatta yonida hunar bo'lish kerak. Yoshlarga aytamiz, mana shunday o'qishda ham o'qing, lekin albatta bironta hunarni egallang. Bir narsani aytib qo'ymoqchimanki, shu televizorda shunday qo'yadigan bo'lsak, ko'chamizda asfalt emas, suv yo'q yoki boshqa narsalarni odamlar ko'tarib chiqyapti, to'g'ri ko'tarib chiqyapti. Lekin sabr, toqat qilish kerak, hammasi bo'ladi. Davlatimiz bu katta oila. U yerda ham yetishmovchilik bo'ladi yoki o'zini o'ylash kerak. 50 yil, 30 yil yashagan bo'lsa, uyini bir 2 marta asfaltlashtirdimi, yo'qmi? Qayerda qarasangiz, muammo asfalt to'g'risida gapiradi. Albatta, hammasi navbat bilan bo'lyapti. Mana bugungi siyosatlarga qoyil qolish kerak. Yurtimizni obod bo'lishini 1 yildan keyin borsangiz, tanimay qolyapsiz. Shaharlarda ham, qishloqlarda ham.